Maqlayman hozir. Yo'q, mana akamizni qarang, o'tib ketishini. Boylar ishlatadigandan ekanda aka. Yo'q, magazinni qayerdan topaman endi? Nima qilishim kerak bu yerga borish uchun aka hozir? Kechgacha ishlayib, qanday ish qilishlar ekanmiz dalish. Shofyorlar velosiped odam sifatida ham bo'lmayapti lekin. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Kimni olamiz, Men. Maymunga o'xshab hamma joydan bosib yuborursangiz. Bosdik, gazladik, deydi-ku. Assalomu alaykum hammaga. Bugun Toshkentda Yandex dastavkada ishlab ko'ramiz. Qani, ish qanaqa bo'lar ekan? Mo'yrayonni belgilab oldik. Ko'rishlaringiz mumkin. 4 kilometr qilib belgiladik Mo'yrayonni. Ishni boshlaymiz, xudo xolasa. 7 ta zakaz qilsam 15,000 so'm berar ekan Yandex dastavkada O'zbekistonda. Birinchi zakaz 1,5 so'm bilan tushdi. Pul uchun наличный оплата за доставка 19,000 so'm. 19,000 so'm berar ekan dastavkaga. Xudo xolasa bosamiz birinchi zakaz. Xudo xolasa bismillah deb. Toshkent ko'chalari ham chiroyli bo'lib ketgan, ha? Lekin gap yo'q bor-ku. Eng yaxshi tomoni, hoji akalar, velosipedga militsiya tegmasligi monsterga eng yaxshi tomoni texpasport qilingan, Rentbike tomonidan yo'ldagi militsiyalar teginmaydi. O'zi Toshkent boshqa darajadagi shahar. Nest One. Krasavchik deydimi? Oldimizda o'tkazib olmasak, sovuq Toshkent ham. Bolasam mahkamlab oldik o'zimizni. Aka-ukalar mana shu peshxodlarga e'tibor qaratish kerak. Har doim tushib, peshkom o'tishga harakat qilish kerak. Chunki o'zi mana yo'lni bu betida yo'l patrul xodim xizmatlari ishlayapti. Nihoyat birinchi zakazga yetib keldim. 4 minutga chiqish bilan Ateli Dilnoz degan ateliga borishimiz kerak ekan. Xato ko'rsatgan menimcha adresni. Menimcha u yo'lning narigi tomonida. Xato ketib qoldim. Bu yerda ekan u. Bu qaysi parkingda? Anhorlar kamaytib ketib qo'yibman. Bu xaritada yetib kelganimni ko'rsatyapti. Qayerda ekan o'lay? Bu domdami? Ha, bo'ldi. Ateli Dilnoz. Birinchi zakazdan 20,000 rubl chevy bo'lyapti-da. Rahmat sizga. Bo'ling, salomat bo'ling. Rahmat. Xo'p, charchamang. Hozir birinchi zakazimni oldim. Endi ketyapman zakazni berishga. Yandex menga bu zakazga 20,000 so'm to'laydi. 20,000 rubl emas, 20,000 so'm. Rubl ko'rgan qopman realni, faqat rubl deb yoryapman. Qachon qarama. Qani ko'ramiz, qani Toshkentda qanaqa bo'lar ekan dalish ishlaylikcha bugun kechgacha. Akalar mana shu peshxodga kelganda har doim ehtiyot bo'lish kerak. Birinchi o'ringa o'sha narsani qo'yish kerak. Velosipedni har doim peshkom olib o'tishga. Yo'lda mashinalar kelyapti mana. Agar siz peshkom olib o'tadigan bo'lsangiz, velosipedingizda tushib, mashinalar to'xtab turadi, baribir ham to'xtaydi. Chunki siz ularga hurmat ko'rsatyapsiz, ular ham sizga hurmat ko'rsatishga harakat qiladi. Maqlayman hozir. Zibit aka, yo'lda tushib o'ting deydi. Men nima qilyapman dedim akaga. Shunaqa odamlar yaxshi. Bu yerda Toshkentda ko'ryerlar peshkom o'tishga harakat qilar ekan ko'pchiligi. Zo'r respekt mana shu tomonlariga. Toshkentda ishlash ham o'ziga yarasha plyus tomonlari bor. Eng katta plyusi nima? Sovuq emas ob-havo. Persatga kelganim yo'q hozir. Yupqaroq kurtkada yuribman. Sovuq o'tgani yo'q. Pul to'lashiga keladigan bo'lsak, ozgina kamroq. Tan olish kerak. Kam, ozgina emas, ancha kam. Odamlar o'zbeklar hamma atrofda. Mana shu tomonlari zo'r. Mazza qilasiz mana shu tomonlariga. Moskvada baribir ham hamma ruslar. Yo'qlar o'ziga yarasha minus tomonlari bor. Ishlaganlar biladi. Svetoforga keldik. Yo'l qoidalariga amal qilish kerak, to'g'rimi aka? Ish qanaqa bo'lyapti? Assalomu alaykum. Zo'r bo'lyaptimi? Gazlang. Akalar shu narsani aytib ketaman. Elektrovelosipedda ishlash ish unumdorligini ancha oshiradi. Elektrovelosipedingiz bo'lishi yoki arendaga olishingiz ish unumdorligini 2 marta oshiradi. Oddiy velosipedga nisbatan, piyodaga nisbatan 4 martalar bo'lsa kerak. Chunki srazi birdaniga zakaz olasiz, birdaniga klientga borib berasiz. Toshkentda ham o'zi hamma elektrovelosipedda. Yo'q, mana akamizni qarang, o'tib ketishini. Bunaqa qilmaslik kerak akalar. Peshxodni ko'rganda baribir peshkom o'tishga harakat qilish kerak. O'zingizga plyusga ishlaydi bu narsa. Akalar to'g'risini aytganda o'zi Toshkent boshqa darajadagi shaharga aylanibdi. Moskvadan unchalik qolishmaydi. Toshkentda ham hammasi ajoyib akalar. Ishlasa bo'ladi, harakat qilsa. Velosipedga yo'llar bor ekan mana bu yoqda. Assalomu alaykum. Ikkinchi pod'ezd qaysi tomonda bilasizmi? Ha. Ha, bo'ldi, rahmat, charchamang.
Ikkinchi zakazni oldik, xudo xolasa. Ikkinchi zakazimiz Buyuk Ipak yo'li 1Bdan ekan. Birinchi zakaz berib chiqdim, endi ikkinchi zakazga ketyapman. Birinchi zakazga 20 ming so'm to'ladi. 20 ming chivi, 35 ming ishladim. Taxminan 40 minut vaqt sarfladim. Targova sentrdan ekan ikkinchi zakazimiz. Buni ko'rishlaringiz mumkin. Lenin magazindan ikkinchi zakazim 20 ming so'm to'laydi. Zakaz bera olasizmi? Shu paketda bitta. Rahmat, charchamanglar. Endi ketamiz. Akalar, Rent Marketdan velosiped olsanglar bo'ladi. Hammasi zo'r. Ikkita batarya bilan olib chiqqanman men hozir. Akasi qilgani yo'q, zo'r. Harakat qilsa, ishlasa bo'ladi. Xizmatlari ham yaxshi usloviyalar. Aloqaga chiqsalaringiz, zo'r qilib beradi akalar. Rossiyadan kelgan akalar, O'zbekistonda ishlashni orzusida yurgan akalarga yaxshi variant. Arendaga olib minsalaringiz bo'ladi. Sharoit zo'r, velosipedga yo'llar juda ham chiroyli qilingan. Akamizni umri uzoq bo'lsin, mashinasini qo'yib qo'yganini qarangizlar. Umringizdan baraka toping aka. Sizdan ulug', sizdan-da zo'ri yo'q. Birinchi marta multi zakaz qo'shdi menga. Multi zakaz, akalar, multi zakaz. Ikkita zakaz tushdi. Atmim ketib qoldi sirazi. Kamera ko'rsatuvdim bo'ldi, sirazi atmim ketdi multi zakaz. Yana ishni davom ettiramiz endi. Multi zakaz yo'q. Bitta zakaz olib boramiz endi. Voy, atmim ketgan multi zakaz yana qaytarib tayladi. Lekin yomon o'yin qildim ashlarim. Mayli, olib ketamiz endi bu multi zakazni ham. Olmasak bo'lmaydi, telefon qilyapti. Alo. Assalomu alaykum. Velosipeddaman. Ha. Aha, bo'ldi, charchamang. Atmen qilaman deb keldim, bosib qo'ydim hozir. Endi atmen qilsin-chi? Menimcha atmen qilsa, keldim bosib qo'ysam pul to'lamasa kerak u yerda hozir. Bosib qo'ydim, ko'ramiz. Qani to'layib ekan, to'lamab ekan. Chunki nalichka qilib uradi-da ko'pchilik. Agar kartadan bo'lsa to'laveradi, agar nalichka bo'lsa to'lamaydi. Menimcha. To'lamadi bir tinam. Mashina zakaz qilgan ekan. Mayli, nima ham deymiz. Ishni davom ettiramiz. Bugun qandaydir zakaz kammi? Multi zakaz bitta qo'shuvdi, u ham atmim ketyapti. Multi zakaz qo'shmay ekan, yoki umuman qo'shilmaydi, yoki qo'shmayapti menga. Endi multi zakaz tushdi yana, xudo xolasa. Bu multi zakazni oldim. Xudo xolasa bugun boraylikchi. Bu ketdim. Yunus Rajabiydan ekan. Multi zakazimga yetib keldim. Assalomu alaykum. Siz zakaz qilganmidingiz ko'rga? Zakazni oldik, xudo xolasa, ikkinchi multi zakazimizda. Skverda ham o'ziga yarasha Toshkentga qo'shib turgan go'zallik hissalari bor deydi-ku. Eng qizig'i, hozirgi zakazim Toshkent City Mallga ekan. Velosipedni parkovkaga qo'ydik. Endi zakazni olib 3-etajga boramiz, 3-etajga. 20 ming so'm to'laydi zakazga. Yo'q, ya? Ha, nariga tushganmi? Ketdi zakaz. Oldik zakazini. Toshkent City Mallda kattaligiga gap yo'q, lekin bor-ku. Magazinni qayerdan topaman endi? Lekin eng qizig'i, Toshkent City Mallda Rossiyadagi yo'q brendlarni pashti hammasi bor. Rossiyada bunchalik brendlar ko'p emas. Urushdan keyin chiqib ketganligi sababli Toshkent Cityda mallda ko'proq lekin brendlar. To'g'risini aytadigan bo'lsak. Assalomu alaykum. Hozir men 20 ming bo'libdi aka. Rahmat aka, charchamanglar. Xo'p. 3-zakazga ketaman endi. 3-zakazim Toshkent City parkka ekan. Nima qilishim kerak bu yerga borish uchun aka hozir? Mamga qo'ying, ha, peshkom borishim kerak aka. Hozir Toshkent City parkka tushgan edi ichiga. Velosiped minib borish mumkin emas ekan. 4-zakazga ketyapmiz nihoyat. Kechgacha ishlayib, qanday ish qilishlar ekanmiz dalish. Siz mashin bilanmi? Yo'q, velosipeddaman aka. Velosipedamisiz? Ha. Просто sal tezroq kerak edi aka. Harakat qilaman aka borishga tezroq. Klientlar telefon qilib mashinadamisan deydi. Bu velosipedlarga aniq ko'rsatib turibdi menimcha. 4-zakazni klient atmen qo'yardi.
Keyingisi 1000 so'm bilan tushyapti. Alisher Navoiydan ekan. Bonusni ham atmay qilib tashladi. 0 so'm to'ladi. Yana kutamiz endi zakaz. Nimaga unaqa bo'lyapti? Assalomu alaykum. Hozir 1 minut yetib boraman aka, 30 sekund. Odamlar kutishga yoqtirmaydi hozir. 4-zakazga yetib keldim. Hozir klientga telefon qilaylikchi. Alo, assalomu alaykum. Ha, men yetib keldim aka. Aha, xo'p. Shu narsani olib berishim kerak a? Ha? Xo'p, savob hozir. Xo'p, rahmat, charchamang. Tish zakaz qilibdi, tish. Akalar tish. Nima deyapti bu tishlar? Tishni qoliplari ekan. Xolos olib beramiz hozir. Mana shunaqa narsalar. 4 kilometrga borishim kerak ekan. No, bo'ladi, yaxshi. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Yani Xlavka bormi bu yoqda? Hech qanaqa bo'lyapti? Yaxshimi? Harakat qilsa bo'lyaptimi? Kimni olamiz, Men. Bo'ldimi aka, siz boshlaymiz siz bilan? Da, bosim. Boylar ishlatadigandan ekan-da aka. Yo'q, mayli, charchamang. Voy aka, sog'-salomat bo'ling, rahmat sizga. Uyda yotgan aka-ukalar, misol uchun ish topa olmasdan yurgan, qandaydir nimalardir bor akalar, misol uchun ish bo'lmayapti, bunaqa bering yotgan akalar. Harakat qilsa, Alloh beradi. Harakat bor ishda. Hamma signal berib ketaverar ekan, orqangizdan keladi. Shampionlar velosiped odam sifatida ham qo'ymayapti lekin. Hamma qisib ketadi orqadan. Hamma signal chaladi. Nega bilmayman. Keyin главный narsa mana svetoforlarga kelganda ko'ringlar ukalar. Iloji bo'lsa tushib o'tish kerak. Hech qachon minib o'tmang. Chunki bu minib o'tayotgan paytingiz qanaqadir urib yuborsa yoki nimadir bo'lsa, ancha jabringiz tortib qolishingiz mumkin. Tushib peshkom sekingina o'tib oling. Maymunga o'xshab hamma joydan bosib yuborsangiz, yaxshilik qilmaydi-da bu. Mahallalar oralab ketyapmiz. Zakaz olib ketyapmiz. Toshkentda mahallalar ham chiroyli-da. Hozir 4-zakazimni olib keldim. Xudo xolasa berib ketamiz buni. Assalomu alaykum. Zakaz olib kelgan edim. Assalomu alaykum. 12 ming yaxshi. Ishlashni davom etamiz. Taxminan 3 soat ishladim. 59 ming, 60 ming bo'ldi. 20 ming chivi oldim. 80 ming 3 soatga. Menimcha yaxshi. 3 ta zakaz qilsam 15 ming so'm bonus olaman. Lekin velosipedimda zaryadi ham o'lyapti. Qaytib ketishim ham kerak. Ko'ramiz qani. Yana bitta zakaz qilaylikchi. Xudo xolasa ketdik endi 5-zakazga. Xalqlar do'stligi Durujbadan ekan. Durujbaga boramiz endi. Bosdik, gazladik, deydi-ku. Eng qizig'i 5-zakaz hozir atim ketdi. Ko'chaga chiqaveraylikchi. O'sha tomondan zakaz taraydiganga o'xshaydi. 5 ming bilan zakaz tushdi birinchi marta. Dastavkada kechqurun ishlash kerakmi deyman akalar. Kechqurun ancha kayfsiz ko'tarilar ekan, mana hozir 5 ming bilan birinchi zakaz, bitta zakaz tushdi 5 ming so'm bilan. Ertalabdan beri 1000 so'm, 2 ming bilan tushyapti. Hozir 5 ming bilan tushdi. Kech paytga kelib turib, ozgina kayfsiz ko'tarilar ekan. Orqadan kelib turib signal beradigan, qisib o'tib ketadigan. Nima uchun lekin bilmadim. Siz unga yomonlik qilmasangiz ham, kelib turib orqangizdan bir qichmalik qilmasa bo'lmaydi-da. Bu yoqda shunisi yomon. Birinchi qayerda ekan? Bo'ldi, mana birinchi payiz. Keldik birinchi payizga. Assalomu alaykum. Shu zakazlar faqat paket. Ichida nima bor? Bo'ldi. Xo'p, rahmat opa, charchamang. Klubniki shokoladni oldik ichidan. Bu zakazni birinchi adresga qilib ketamiz. Yaqin adres ekan. 20 ming so'm bo'lyapti. Yaqin adres birdaniga borib beraman bu zakazni. Tezlik bilan. Yaxshi, mana shu zakaz menimcha eng bugungi eng yaxshi zakazlardan bittasi. 20 ming so'mga yaqin adres tushdi lekin. Qorong'ida mahallalar ichidan chiqib ketyapmiz. Hozir oxirgi zakazim ishni yakunlayman shu bilan. 5 ta zakaz qildim.